Muammar Kaddafi dushmanlar uchun kuchli va shafqatsiz diktatorlardan hisoblangan siyosatchi. U 1942-yil 7-iyunda Sirt yaqinidagi Qasr Abu Hadi qabilaviy hududida tug'ildi. 1950-1960-yillarda Beng'ozi harbiy akademiyasida tahsil olib, aynan o'sha yerda keyinchalik ozod ofitserlar harakatiga aylanuvchi kichik guruhni tuzdi. 1969-yil 1-sentyabr tongida Kaddafi boshchiligidagi 48 ofitser birorta qarshiliksiz davlat to'ntarishini amalga oshirdi va qirol Idris hokimiyatdan ag'darildi. Shundan so'ng Kaddafi 27 yoshda mamlakatning amaldagi yetakchisiga aylandi. U hokimiyatga kelgan ilk kundayoq konstitutsiyani bekor qildi. Parlamentni tarqatdi va siyosiy partiyalarni noqonuniy deb e'lon qildi. 1973-yilda xalq inqilobini e'lon qilib, keng ko'lamli tozalashlarni boshladi. 1977-yilda Liviya rasmiy ravishda Liviya Arab Sotsialistik xalq jamahriyasi deb e'lon qilindi. Bu tizimda qonun chiqaruvchi organ yo'q, faqat xalq qo'mitalari va inqilobiy qo'mitalar mavjud edi. Aynan mana shu qo'mitalar 1977-1990-yillar oralig'ida minglab siyosiy mahbuslarni qamash, qiynoq, g'oyib bo'lish va qatl etilishda markaziy rol o'ynagan. Ochiq manbalarda qayd etilishicha, Kaddafi rejimi davrida 3000 dan 5000 gacha muxolif siyosiy sabablarga ko'ra yo'q qilingan. 1970-1980-yillarda Kaddafi o'zini xalqaro maydonda tajovuzkor siyosatchi sifatida ko'rsatdi. Irlandiya Respublikachilar armiyasi, Qizil armiya fraksiyasi, Filippindagi Abu Sayyaf, Yaponiya Qizil armiyasi kabi guruhlarga qurol-yarog', bomba, moliyaviy yordam bergani bo'yicha rasmiy tergovlar mavjud. 1980-1987-yillar oralig'ida Liviya Yevropaning kamida 9 davlatida 25 dan ortiq siyosiy qotillikda ayblandi. 1986-yil 15-aprel kuni AQSh Liviya hududiga Eldorado kanyon operatsiyasini boshladi. 33 ta F-111 va 18 ta A6 bombardimonchilari Tripoli va Beng'aziga 60 dan ortiq raketa va bomba tashladi. Targetlar orasida Kaddafining Babal Aziziy qarorgohi ham bor edi. Bu hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 37 kishi halok bo'lgan. Jumladan Kaddafining 15 oylik asrab olingan qizi Hannah Kaddafi ham. Kaddafining eng yirik xalqaro mojarosi 1988-yil 21-dekabr kuni Shotlandiya osmonida portlatilgan Panam 103 reysi edi. Halokatda 270 kishi vafot etdi. 1992-yilda BMT Xavfsizlik kengashi Liviya ustiga sanksiyalar joriy qildi. Natijada Liviya iqtisodiyoti keyingi yillarda 40% dan ko'proq qisqardi. Neft eksporti kuniga 1.3 million barreldan 900 ming barrelga tushdi. Shu bilan birga Kaddafi Afrika bo'ylab siyosiy mablag'lar oqimini kengaytirdi. 2000-2010-yillar oralig'ida Afrika ittifoqi, Chad, Niger va Sudan ichidagi guruhlar, shuningdek Zimbabve va Gvineyadagi rejimlarga jami 90-100 milliard dollar atrofida yordam ko'rsatgani qayd etilgan. U o'zini Afrikani birlashtiruvchi yetakchi sifatida ko'rsatgan va bir necha bor bir Afrika davlati g'oyasini rasmiylashtirishga uringan. 2011-yil 17-fevralda Liviya qo'zg'oloni boshlandi. 2011-yil mart oyidan boshlab NATO Liviya bo'ylab harbiy amaliyot boshladi. NATO rasmiy ma'lumotiga ko'ra, kampaniya davomida mamlakatga 26500 dan ortiq aviatsiya chiqishi, shundan 9600 ta zarba berilgan. Kaddafi hukmronligi 8 oy ichida qulab tushdi. 2011-yil 20-oktyabr Muammar Kaddafi Sirt shahrida Al-Jarif tumanidagi asfalt ostidagi drenaj quvurida qo'lga olindi. Uning qo'lida belgiyalik FN modeldagi 9 mm pistolet bor edi. Konvoyga NATO droni tomonidan zarba berilgani tasdiqlangan. Kaddafi yaralangan holda qo'zg'olonchilar qo'liga tushdi. Rasmiy tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, u boshdagi o'q jarohatdan vafot etgan. Video yozuvlarda uni olomon tomonidan do'pposlangani, sudrab chiqarilgani, qattiq kaltaklangani tasdiqlangan. Uning jasadi Misrda shahrida 3 kun davomida sovuq omborda saqlangan. 25-oktyabr kuni esa noma'lum joyga dafn etilgan. Kaddafining 42 yillik hukmronligining yakuni uning siyosiy uslubiga mos bo'ldi. Shafqatsiz boshlanib, shafqatsiz tugadi. U qurdirgan jamahriya tizimi qulab tushdi. Qo'rquv orqali barpo etilgan tuzum o'z egasining ustiga qaytdi. 42 yillik hukmronlik esa drenaj quvurida yakun topdi.